Assalomu alaykum. Demak, elektron pochta ochish usulini yana bitta usulini ko'rsatib o'taman. Buning uchun Google brauzerimizni ochib, mail.temp deb yozamiz. Tema qo'yamiz, ochamiz. Bu yerda avtomatik tarzda o'zi akkaunt ochadi. Yana qo'shimcha qo'shishimiz uchun akkaunt ustiga bosib, akkaunt qo'shish and account tugmasini bosamiz. Mana bu yerda nom qo'yamiz. Misol uchun bek deb yozamiz. Parol yaratib olamiz. Misol uchun ixtiyoriy. Shuning uchun endi ko'rinmaslik qilib qo'yaylik, bilmaslik uchun. Yaratish tugmasini bossak, avtomatik tarzda yaraladi akkauntlar. Akkauntlar nomini ko'rib olamiz. Bir nechta akkauntlar mavjud. Ixtiyoriy istalganiga kirib, pochtani tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir oson usullardan bittasi. Boyagi temp emaildan kirit ishlatish osonroqda emailda. Demak, Protondan osonroq varianti temp mail. Shu orqali elektron pochta yaratib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammaga tushunarli deb o'ylayman.